Bu mm, bu videoda biz ezofagus, ya'ni zilongachda qon bilan ta'minlanishi haqida gaplashamiz va boshqa videolar venasi hozir bu haqida gaplashamiz. Hozir bu yerda bu ezofagus bizamiz pars cervicalis, pars thoracica, pars abdominalisdan iborat. Yani mana bu joyimiz pars abdominalis bo'lsa, pars thoracica и tepamiz pars cervicalis. Endi qaranglar, qon bilan ta'minlanish ham o'ziga xos. Masalan, pars cervicalis bu tiroid, ya'ni qalqonsimon bezimiz bor. Qalqonsimon bezimizda o'shanga boradigan arteriya bor. Inferior arteriya, pastki arteriya. O'sha orqadan shox chiqadi. O'sha shox orqali bizada pars cervicalis ezofagusga qon bilan ta'minlanadi. Nega mana bu arteriya tiroidi inferior. Endi pars thoracicamiz, mana bu tiroida bu yerda bo'lsa, pars thoracica bo'lsa mana bu joyda ko'rdik. Ya'ni aortadan to'g'ri juft arteriyalar chiqyapti. Ramus esophagealis. Endi keyingisi bu bizadagi arteriya gastrica sinistra, ya'ni chap ya'ni anaqadagi, mana oshqozondagi chap gastrik arteriya hisobidan qon bilan bu pars abdominalis qon bilan ta'minlanadi. Arteriya gastricica, arteriya franca inferior. Qon bilan ta'minlanishi bu. Keyingisi bu vena. Vena ezofagusda venasi juda ham muhim. Hozir u haqida gapirib o'tamiz. Bu yerda qanday bo'ladi? Xuddi shunaqa yuqorida pars cervicalis qismi vena tiroidi inferior orqali qon qaytib ketadi. Mana vena tiroidi inferior bo'lsa, o'sha orqali qon qaytadi. Keyingisi pars thoracica bilan pars abdominalis bizada e'tibor beramiz. Vena azigus va vena hemazigus orqali qon qaytib qayerga boradi? Bizada mana bu hemaz, mana azigus venalari, mana bu fon azigus bo'lsa, mana bu hemazigus. Ko'ryapmizmi? Mana bu hemazigus. Mana shu hemazigus bo'lsa, o'sha orqali qon bizdan qayerga ketadi? Vena cava superiorga borib qo'yiladi. Mana bu joyda ham to'liqroq ko'ramiz. Ya'ni endi shu yerda klinik ahamiyatga ega bo'lgan joy bu pars thoracica edi-da. Endi pars abdominalisdan bizada anastomoz hosil bo'ladi. Ya'ni anastomoz degani bitta nerv boshqa nerv bilan, boshqa nerv bilan, boshqa vena, boshqa bir tomir boshqa tomir bilan qo'shilishi. Masalan, bu yerda bunday keladi, mana shu anastomoz. Bu yerda boshqa vena edi. Mana shu yashildagi anastomoz hosil bo'ladi. Xuddi shunaqa bizda ham bu yerda vena gastrica sinistra orqali bu ezofagusdagi venasi portal vena orqali aloqa qiladi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Mana bizda portal vena, mana portal vena, ya'ni mana bu bizadagi portal vena bu yerga qon borish kerak edi normada. Mana bu yerimizda ham portal vena masalan endi qon kelish kerak. Bu yerdan pastki qismidan qon anastomoz hosil qilgani uchun qon
agar bizada sirroz bo'ladigan bo'lsa, sirroz kasalligi bo'lsa, qon nima qiladi? Bu yerdagi ichki organlardan kelgan qonni jigar orqali o'tib, jigar bu vena cavaga o'tkazib yuborish kerak edi bu tarafga. Lekin jigar sirroz bu yerda qon aylanmaydi. Qon nima qiladi? Alternativ yo'l topadi. Ya'ni manaqa yo'l topadi. Bu yo'l qaysi edi? Vena hepatica. Vena gastrica sinistra. Vena gastrica sinistra. Shunga vena gastrica sinistra orqali qon qayerga ko'tariladi? Bunday bo'lib turib, mana bu rasmda ko'ramiz. Keldi, bu yerdagi qon, bu yerdagi sirroz bor edi, qon bu yerga keldi. Vena gastrica sinistra orqali azigus venaga o'tadi. Azigus hemazigus o'tib, bu yerdagi qonlar hemazigusga tushib, nima qiladi? Bu vena cava superiorga qo'shiladi. Ya'ni vena cava superiorga qo'shilib yurakka boradi. Bu alternativ yo'l bo'ladi. Shuning uchun bizda sirroz bilan kasallangan bemorlarimizni qorinni ko'rsak, manaqa kaputus meduza kallasi degan qanaqadir simptomimiz bor. Ya'ni qon alternativ yo'l orqali boshqa yoqlarga ketib boshlaydi. O'shalardan bittasi ezofagus venasiga o'tib, portal venaga superior vena cavaga qo'yiladi. Yana boshqacha yo'l bilan, aylanma yo'l bilan bu yurakka boradi. Lekin yurak jigar u yerdagi jigarda aylanib o'tib. Mana bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Azigus venasi orqali chuqurroq bir ma'lumot berib o'taman bu yerda. Azigus venasi ko'ryapmiz, mediastinning orqasida joylashgan. Qon tomirlarida yuqori vena cava superiorga borib quyadi. Vena cavaga borib quyadi. Endi bu yerda nima bo'ladi? Vena cavaga quyadi. Vena cavada mana bu azigus vena, mana bu qo'shimcha hemaziguslar, mana bu hemazigus bo'lsa, bu kelib qonni vena cavaga borib quyadi. Bu yerda limfasi qanaqa limfa tugunlari haqida gap ketgan. Limfa sistemasi ezofagusdagi bunda ham ko'rib turibmiz. Shunga bo'lgan mana servikal qismidagi limfa tugunlar bizda yugular vena, yugular poya orqali bizlarga quyiladi. Pars toratsika qismi esa bronxomediastinal poya orqali, ya'ni toratsikani pastki qismi, ya'ni mana bu yerda aytyapti. Bu joy bizda bronxomediastin orqali bo'lsa, mana bu yugular bilan bo'lsa, bu bizda intestinal trank poya orqali asosiy vena limfa tomiriga quyiladi. Bu qanaqa davom etadi? Mana bizda bo'lsa, asosiy limfa tomirlarida mana toratsik takt va o'ng limfatik poyaga, ya'ni bu joyga yoki bu joyga borib quyilish kerak edi. O'sha joyga mana intestinal trank orqali bizdagi toraksikni bifurkatsiyadan past qismi intestinal, bifurkatsiyadan yuqori qismi esa bizda servikal qismigacha bu bronxomediastinal poya orqali tashladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizda bu rasmda boyagidek bitta toratsik takt haqida aytilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana o'ng limfatik poya qayerga quyiladi desak, biz vena burchagi, ya'ni bu mana bu joy hisoblanadi. Shu joyga vena burchagiga. Nega bu tarafdan vena burchagiga, bu tarafdan vena burchagiga. Endi bu yerda anaqasi nerv bilan ta'minlanishi, innervatsiyasi, ya'ni
Bu yerda ko'rishingiz mumkin bizda mana vagus nervi kelib turib, chigallar plexuslar hosil qilib, mana bu yerda yurakniki, mana bronxlarniki ko'rdik, o'tgan safar o'tdik. Bu yerda ham bu tarmoqlarni kelib turib, ezofagusni ham innervatsiya qiladi. Simpatik nerv sistemasi chiqadi bizdan T2, T6dagi gangliyalardan. Parasimpatik biz bilamiz, bu vagus orqali keladi. Ya'ni bu nima qiladi? Ezofagusda qon peristaltikasini harakatini kuchaytiradi va sekretsiyasini kuchaytiradi. Bu parasimpatik. Asimpatikda shuni teskarisi bo'ladi. Peristaltikani kamaytiradi, sekretsiyani aktivligini boyagidek naqasini kamaytiradi, sekretsiyani va boyagi sfinkterlarda qisqarilmagani. Mana bu yerda ham rasm bor, bu yerda ham chiroyli rasm bor, ko'rsak bo'ladi. Bu portal gipertenziya haqidagi tushuncha bu, ya'ni jigarda muammo bor, qon qaytadidagi bu yoqda o'tib, mana bu yerga quyib ketilmagan sababi qon vena gastrika sinistra orqali, bu yo'l orqali ketadi qon. Azyusga tushib, kavak venaga qo'shilib ketadi. Bu yerdagi mana bu portal gipertenziya muammo bor bu yerda. Qon alternativ yo'l orqali o'ziga vena gaz mana vena kavaga borib quyilyapti. Bu joyda bilamiz, endoskopda ezofagusda ichki tarafdan ko'rinish endoskopiya qilib ko'rganda